Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugun biz sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan kitobimiz Asqat Muxtorning Chinor romanini tavsiya qilamiz. Bizning kutubxonaga Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga yangi kelgan adabiyotlardan biri hisoblanadi. Bu taqdirlar bir-birlari bilan Ochil bobo orqali bog'lanib, yagona shajarani azim chinorni vujudga keltirdi. Bu romandan o'rin olgan hikoya, qissalar ko'p asarlarda bo'lgani singari, albatta yaxshilik bilan ezgulikning yovuzlik ustidan qozonadigan g'alabasi bilan tugayvermaydi. Asarda o'nlab insonlar taqdiri borki, shafqatsiz va chigal hayot bo'roni ularni xuddi shu cho'ldagi bir uyum xashak singari sarson sargardon qiladi. Shu kitobni o'qishni xohlasangiz, biz sizlarni Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizda kutib qolamiz.